Hop, endi gipersalivatsiyani bartaraf qilish uchun mashqlar va massajlarni o'rgataman. Albatta, mutaxassis bilan maslahat qilishingiz kerak. Sababi men defektolog logoped sifatida farzandingizni ko'rmasdan turib yo patsientingizni ko'rmasdan turib massaj buyura olmayman, lekin mana shu men tavsiya qilgan mashq massajlar aynan gipersalivatsiyani oldini olishga qaratilgan, ya'ni so'lak oqishni oldini olish va bartaraf etishga qaratilgan mashqlar sanaladi. Hop, unday bo'lsa ketdik. O'zi gipersalivatsiya mana periferiyadagi so'lak bezlarining o'sha me'yorda ishlamasligidan deylik, me'yorda ishlamasligidan gipersalivatsiya holati yuzaga kelyapti. Bu so'lak bezlari qayerda joylashgan? Bu so'lak bezlari eng kattasi mana qulog'imizning yakuniy qismi va jag'imizning tagidagi yumshoq qismda, mana bu joyda joylashgan. Ikkita mana bu yerda va dahanimizning tagidagi qismda, mana bu yerda. Va tilimizni tagida, uzdechkani tagida. Mana shu yerda joylashgan. Xo'p, biz bularga ta'sir ko'rsatish orqali massaj qilishimiz mumkin. Bundan avval birinchi biz agar og'iz muskullari bo'shashgan bo'lsa, lablar bo'shashgan, tillar osilgan, gapirganda bo'tqasimon gapirsa bola, sizga mustahkamlovchi massajni tavsiya qilaman. Buning uchun siz lab atrofidagi lab atrofini nuqtalarni bosib chiqasiz. Tepadan pastga, pastdan tepaga, markazdan pastga, markazdan tepaga. Hop, bosib chiqdingiz. Endi ichki tomondan ham bu mashqlarni 3-5 sekund davomida 3-4 marta takrorlasangiz bo'ladi bir kunda. Va oldinga cho'zamiz, kulamiz. Sun'iy ravishda bolaga yordam beramiz ozgina tonusni oshirishga. Bu mashqni ham 3-5 sekund davomida bajarasiz. Keyingi mashqimiz boyagi aytgan tochkalarimizni bosish mashqi. Buning uchun mana bu jag'imizning tagidagi yumshoq joyda joylashgan, mana yumshoq joyda deyapman, mana bu qism. Shu yerda joylashgan so'lak bezlarini bosamiz. Sal chuqurroq bosamiz. 3-5 sekund davomida qo'yib yuboramiz yana. Qo'yib yuboramiz. Va mana bu qismda aytdimmi? Bu yerda bor dahanning tagida so'lak bezning ikkinchi so'lak bezi, bu so'lak beziga vibratsion ta'sir qilamiz. Uch 5 sekund davomida. To'xtatamiz va yana to'xtatamiz. Endi tilimizning tagidagi so'lak bezlarini ham aylantirib vibratsiya beramiz. Ko'rinmoqda? Shu holatda 3-4 marta takrorlaymiz, 3-5 sekundda. Va boladan og'zini ochishni buyuramiz. Va bu holatda ham so'lak bezlarini bosamiz. Mana shunaqa qilib so'lak bezlarini bosgan va massaj qilgan holatda so'laklarni to'xtatishimiz mumkin. Mana bu yerda ham so'lakka javob beruvchi tochkalar bor. Qattiqroq bosishimiz kerak mana shu tochkalarni ham. Bu mashqlarni, massajlarni instruksiya bilan aytilgan holatda davom ettirasiz. Kuniga bir martadan qilsangiz bo'ladi. Bir marta 3-4 ta takror bilan bajarishingiz mumkin. Xo'p, endi keyingi usul, keyingi bosqich deya qolaylik. Keyingi bosqichimiz bu har bitta mana jag'ni tagidan boshlab, har bitta yumshoq dahanimizdan tagigacha bo'lgan tochkalarni bosib dahanga tushish.
Bu masaj ham gipersalivatsiyada yordam beradi. Bu masaj 4-bosqich. Yuqoridagi masajlarni takrorlagandan keyin bu masajni ham takrorlaysiz va kun davomida bir marta 3-4 takrorlar takrorlasangiz yetadi. Albatta farzandingizda gipersalivatsiya holatida gipersalivatsiya so'lagi oqishi kamayadi yoki so'lagi oqishi yo'qoladi. Va lunjilar ichidan ham masaj qilsangiz bo'ladi. Agar lunjilar juda ham bo'shashgan bo'lsa bolani perchatka kiygan qo'lni tiqasiz yoki bolani o'ziga so'ska kiygizib qo'lini tiqasiz va boshlaysiz. Bu ham kinesteziya, ya'ni artikulyatsion apparatni his qilishga yordam beradi, muskullar tonusini oshiradi, me'yorlashtiradi. Videomiz yoqqan bo'lsa, rahmat, like bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmang.